O'g'lim menga bitta buyrakni berdi, donorlik qildi. Bizda butun respublikada qilinmaydigan kam invaziv yuqori texnologiyali operatsiyalar hammasini yo'lga qo'yganmiz. Buyrak transplantatsiyasi uchun qo'yiladigan buyrakni donordan olish jarayoni. Bu yerga kelganimda juda yomon ahvolda kelgandim. Qorindan 3 litr, o'pkada 2 litr suv olardilar. Har bir muvaffaqiyatli operatsiya ortida inson hayoti, taqdiri va katta mas'uliyat turadi. Zamonaviy xirurgiya usullari orqali ilgari davolab bo'lmaydi degan kasalliklar ham hozir jarrohlik amaliyotlari tufayli bartaraf etilyapti. Assalomu alaykum. Anglaganingizdek, biz Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy tibbiyot markazidamiz. Bu yerda bemorlar uchun yaratilgan qulayliklar, sharoitlar va umuman olganda operatsiya turlari va markaz haqida batafsil ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. So'nggi yillarda bu yerda yuqori texnologik operatsiyalar, xususan jigar va buyrak transplantatsiyasi yo'lga qo'yildi. Eng muhimi, ilgari faqat chet davlatlarda bajarilgan amaliyotlar bugun o'zimizda amalga oshirilmoqda, deydi mutaxassis. Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy amaliy markazi akademik Vohidov nomli bo'lib 50 yildan beri faoliyat yuritib kelyapti. Xirurgiyaga to'g'ri keladigan bo'lsa, xirurgiyani yo'nalishlari barchasi bizning markazda ko'rsatilib o'tilgan va faoliyat yuritiladi. Yuqori texnologiyali kam invaziv operatsiyalar o'tkaziladi. Bu jigar transplantatsiyasi, bu buyrak transplantatsiyasi, bu kattalardagi kardioxirurgiya, kam invaziv texnologiyali kardioxirurgiya, bu chaqaloqlardagi raddomda tug'ilgan chaqaloqlardan boshlab bolalarni tug'ma yurak nuqsonini operatsiyalari, bu qon tomir xirurgiyasi, bu tunu kun ishlaydigan bizni diagnostika xonalarimiz, alohida aytib o'tish kerak, bu MRT va MCKT bo'limimizni kechasi faoliyat yuritishi va shunga yarasha aholini jalb qilish uchun chegirmalar kiritganimizni aytib o'tishim kerak. Undan tashqari bizda yiliga 10 mingta operatsiyalar bo'ladigan bo'lsa, shundan 7 mingdan ziyodi yuqori texnologiyali operatsiya hisoblanadi va bizda butun respublikada qilinmaydigan kam invaziv yuqori texnologiyali operatsiyalar hammasini yo'lga qo'yganmiz. Markaz tarkibida bolalar uchun ixtisoslashtirilgan kardiojarrohlik bo'limi ham faoliyat yuritadi. Bu yerda tug'ma va orttirilgan yurak nuqsonlari bilan tug'ilgan bolalarda yuqori murakkablikdagi operatsiyalar amalga oshiriladi. Hozir 6 yoshli bemorimizni jarrohlik amaliyotini tugatyapmiz. Tug'ma yurak nuqsoni bilan kelganda, bunaqa nuqsonlarni biz birinchi o'rinda kesmalarsiz endovaskulyar yo'l bilan yopishga harakat qilamiz. Ayrim bemorlardagi usulda ilojisi bo'lmagan holatlarda biz ochiq operatsiya qilishimizga to'g'ri keladi. Shunday bemorimizni birini operatsiyaga oldik. Operatsiyada mini razrez orqali bemorni yurak nuqsonini bartaraf qildik. Bemorimizning holati hozir yaxshi, operatsiyani tugatish jarayonidamiz. 3 kun bo'ldi, operatsiyadan chiqdik. Ahvoli juda ham yaxshi hozir. Prezidentimizga ham rahmat, shuncha sharoitlar yaratib berganlari uchun katta rahmat. Yurak ishemik kasalligi va uning asorati xirurgiya bo'limida bir kunda 4 tadan 5 tagacha kardioxirurgik jarrohlik amaliyotlari bajariladi. Bo'limimiz 35 ta koykadan iborat. Men Navoiy viloyatidan bu yerga 1-2 marta davolanib, shu yerda yurak operatsiyasini o'tkazishga rozi bo'lib, o'zim xohlab, bu yerdagi sharoitlarni, imkoniyatlarni ko'rganimdan keyin rozi bo'lib, o'zim
chin yurakdan bu yerga tayyor bo'lib kelganmanda, operatsiya bo'laman, yaxshi bo'laman debdi. Bundan bir 4-5 yil avval biza vrachlarga ko'ringanimizda o'zingiz sizda yurak yetishmovchiligi boshlangan. Siz agar kechiktiraversangiz, mana vaqt o'tkazsangiz, Rossiyaga yuboramiz, Hindistonga yuboramiz. O'zi yurak yetishmovchiligi boshlangan deganda, bu yerga keldim, shunday umid beryapti vrachlarimiz. Shunaqangi umid berdi. O'zlari men bilan muloqot qildida tushuntirib beryapti. Shunaqa bo'ladi operatsiya, siz qo'rqmang. Siz yoshsiz, siz yutuqlaringiz, imkoniyatlaringiz keng. Deganda men umuman boshqa narsani xayolimdan o'tkazib kelganman, shunday ko'rib yoshi kattalarda bo'ladiganini. Keyin ular bilan gaplashganimdagi u holatni ko'rib, ha bo'ldi, men demak operatsiya qilsam, soppa sog'lom bo'lib ketaman. 2 ta farzandim bor. Operatsiya yo'llari bilan qo'limga olganman. Holatlarim juda ham og'ir ahvolda bo'lganman-da o'sha vaqtlar ham. Tug'ish mumkin emas darajaga kelganman-da o'sha. Keyin hozir klapan yetishmovchiligi berdi. 2 ta klapanimda, bitta klapanimni tozalagan, ikkinchi klapanimni o'rnatdi-da. Ana shu yerdagi operatsiyaga men mana 6-oy endi keldim. Hozir mana bularni ko'rib juda ham xursand bo'lyapman. Qog'ozlarim hammasi juda ham yaxshi, tiniq chiqyapti. Nafas olishim, yurgandagi holatim, umuman charchoq bo'lmasligi, o'sha holat umuman meni bartaraf bo'ldimda, o'sha sog'lom hayotga qaytdim. Markazda nafaqat yurtimiz hududlaridan, balki qo'shni davlatlardan ham bemorlar davolanish uchun kelmoqda. Xususan, qirg'izistonlik Samirbayev Oybek ham shu markazga murojaat qilgan bemorlardan biri. U uzoq yillar davomida noodatiy kasallik, qo'l va oyoqlarning haddan tashqari terlash holati bilan yashagan. Oddiy ko'ringan bu muammo uning hayotini butunlay o'zgartirib yuborgan. Bemorning aytishicha, kasallik sabab odamlar orasida yurishdan tortingan. Hatto undagi holat ish faoliyatini ham davom ettira olmasligiga sabab bo'lgan. Meditsina tiliman gapirganda gipergidroz, первичный. Bu первичный degani bu tug'ilganimdan beri shu problema. Endi tilima aytganda oyoq, qo'l, qo'ltiq uzilmay terlaydi. Buni kontrol qilib bo'lmaydi. Bormagan joylarim qolmadi, natija yo'q. Keyin bu og'rigan odamlar to'g'ri tushunadi buni. Misoli, sotsialniy, ko'chada, любой joyda diskomfort uzilmaydi u odamlarda. Odamdan qochib qoladi unaqa og'rigan odamlar misol. Demak, jamiyatdan ajralib qoladi. Bizda ashnaqa. Izlanib mana Vahidov klinikasiga keldik, konsultatsiya qildik. Hozir ancha yaxshisiz. Hozir yaxshi. Quruq qo'llaringiz. Quruq mana. Piterga borganman. Oyoqda udachniy qildi. Tepani qilolmadi. Nima gap? Men sabablarini tushuntirib aytmadi. Boshqa joylarga ham bordim. Rezultati yo'q. Keyin mana Qirg'izistonga kelib, 1 yildan keyin Bega keldim, Toshkentga. Beda mana keldim, 2-3 kunda уже rezultat bor. Operatsiyadan chiqqanimdan keyin уже rezultat bor. Qo'l terilash, qo'ltiq uncha bezovta qilmadi, основной qo'l edi. Почти tomchilab qolardi. Shunaqa darajada menday odamdan bekitilib nima bo'lib qolganman. Demak, odamlardan qochishga uringan. Qochganman. Yillar bo'yi qochib, уже ko'p narsadan qolib ketdim-da men menday. Sotsialniy menday, общий olib qaraganda juda qolib ketdim. Qirg'izcha ham gapirib qo'yamiz endi. Qirg'iz elim, to'xtol turg'un. Agar kimda-kim shunda o'g'ri bo'lsa, gumon qilmay, gelgili, jiyintig'i o'ta so'nim. O'ylanmag'ila, qo'rqmag'ila, gelgili. Markazda eng ko'p bajarilayotgan murakkab operatsiyalardan biri buyrak va jigar transplantatsiyasi. Bunday jarayon bir necha bosqichdan iborat. Avvalo donor tekshiriladi, so'ng bemor operatsiyaga tayyorlanadi va eng mas'uliyatli jarayon jarrohlik bosqichi hisoblanadi. Biz ana shunday jarrohlik amaliyoti o'tkazilayotgan jarayonni kuzatdik. Buyrak transplantatsiyasi uchun buyrak donorini, ya'ni qo'yiladigan buyrakni donordan olish jarayoni, bu jarayon laparoskopik usulda hozirgi paytda markazimizda amalga oshirib kelinmoqda. Ko'rsatuv davomida transplantatsiya qilingan bemorlar bilan ham suhbatlashdik. Ularning ayrimlari yillar davomida gemodializ apparatiga bog'lanib yashagan, ba'zilari chet davlatlarga borishga ham majbur bo'lgan. Operatsiyadan so'ng hayot sifati o'zgarganini, oddiy yashashning ham o'zi katta baxt ekanini ular yashirmaydi. Men sentyabrdan beri dializ nimasiga tushib qolgandim. Shu buyrak nimasi orqali sun'iy buyrak quydirganman. Doktorlardan minnatdorman.
yaxshiman hozir ancha. O'g'lim menga bitta buyragini berishdi. Donorlik qildi. Doktorlar qo'llar dard ko'rishmasin. Yaxshi qarashyapti. Minnatdorman, yaxshiman. Hozir hech qanday og'riqni sezmayapsizmi? Og'riq yo'q, yaxshi emas. Dadamga donor sifatida qatnashganman. Dadam shu sentyabr oyidan boshlab dializga tushib qolgan. Shundan keyin hozirda tekshiruvlardan o'tib donor bo'ldim. Dadamga bitta buyrak ko'chirish operatsiyasi o'tkazildi. Doktorlar hozir yangi operatsiya qilish usuli chiqqanligi haqida ma'lumot berishdi. O'sha kichik kesmalar orqali. Bu kichik kesmalar orqali qilingan operatsiyani afzallik tarafi og'riqlar kam bo'lishi, keyin operatsiyadan keyingi tiklanish holatlari tezroq bo'lishligi haqida ma'lumot bergan. Biz bunga rozilik bildirganmiz. Hozirda operatsiya bo'lganimizga 2 kun bo'lgan bo'lsa, holatimiz juda yaxshi. Men Qirg'izistonda Jallobod shaharidan bo'laman. 2019da dializga tushib qolganman o'zimizda. Dializ olib, ko'pchilik tavsiya qildi, Turkiyaga bor, Indiyaga bor, O'zbekistonda bo'layotganini eshitib, oxiri O'zbekistonga harakat qildik bu yoqqa. Buyrakni singlim berdi. Ya'ni donor singlingiz bo'ldi. Donor singlim bo'ldi. 6 yil bo'ldi, yaxshi yuribmiz. Operatsiya yaxshi o'tdi. Operatsiyadan chiqqan kunimizda oyoqqa turib yurgizishdi. Dializda yurib bu yoqqa operatsiyaga kelganimda 52 kilogramga tushib qolgandim. 2020da mana operatsiyadan keyin vес qo'shib, sog'lig'i yaxshi. Ko'rib turgan bo'limlar umuman olganda jigar, o't yo'llari, oshqozon osti bezi, taloq kasalliklarini xirurgik yo'l bilan davolashga ixtisoslashtirilgan bo'lim. Bizning bemorlarimiz ayrim og'ir operatsiyalar uchun chet ellarga borishga majbur edi. Hurmatli prezidentimizni shaxsan o'zlarini aynan aytilayotgan shu transplantologiya sohasiga alohida e'tiborlari bo'lmaganda bu yo'nalishni yo'lga qo'yish mumkin bo'lmagan bo'lardi. 2021-yilda navbatdagi tibbiyotga bag'ishlangan selektor yig'ilishida hurmatli prezidentimiz bu masalaga alohida yana qaytadan e'tibor qaratib, buni rivojlantirish kerakligi haqida alohida topshiriq berdilar. Shuni asosida biz ko'p sonli tibbiyot xodimlarini ichidan o'sha iqtidorlilarini tanlab olib, o'sha bu soha rivojlangan mamlakatlarga, bu Rossiya, Hindiston, Belorussiya, Janubiy Koreya, Turkiya mamlakatlari kabi mamlakatlarga borib, o'qib, o'rganib va qisqa muddat ichida bu operatsiyalarni avvalo xorijlik mutaxassislar bilan birgalikda, chunki juda murakkab operatsiyalar, keyinchalik mustaqil yo'lga qo'yishga erishildi. 2022-yil may oyida hurmatli prezidentimiz organlar va to'qimalar transplantatsiyasiga bag'ishlangan qonunga qo'l qo'ydilar. Bu qonun bo'yicha endi bu transplantatsiya sohasini rivojlanishiga juda katta qadam qo'yildi. Bu sohada ishlayotgan xodimlarimizga ishonchsizlik bilan qaraydigan, baribir chet ellarga ketib qoladigan odamlar bo'lar edi. Lekin qarangki, bugungi kunda o'sha chet elga borganlari o'zi ham qaytib kelyapti, shu yerda qilar ekan. Oddiy mana eng arzon Hindiston deb oladigan bo'lsak, operatsiya bo'lib kelishi uchun eng kamida 35-40 ming dollar pul ketish kerak edi. Buni qarangki, bu operatsiyani qilib uyga javob bergandan keyin bu kasallik tuzalib ketdi degan gap emas. Ular juda uzoq payt reabilitatsiyasiga qarab turish kerak bo'ladi. Lekin uni reabilitatsiyasini ham hech qachon biz mutaxassislarimiz tushunishmagan. Bu sohaga alohida shug'ullanishni boshlamasligimizdan oldin. Mana hozirgi kunda nafaqat markazlarda, hattoki viloyat markazlarida, tuman markazlarida transplantologiya yo'lga qo'yilganligini bugun guvohi bo'lib turibmiz. Men kelib mana shu yerda davolanib ketaman. 22-yil may oyida mana shu yerda jigar transplantatsiyasi bo'lib o'tdi. Bu yerga kelganimda juda yomon ahvolda kelgandim. Qornimdan shishib, o'pkadan suv oldirib, qonimdan suv oldirib, qorindan 3 litr, o'pkada 2 litr suv olardilar. Har bir kundan shunga og'ir ahvolda kelganman. Jigar sirrozi bo'lgan. Keyin jigarini mana o'z o'g'lim yarmini berib, hayotga qaytargan.
o'shanga bu doktorlarimizga katta rahmat, avval boshlab prezidentimizga rahmat. Mana shu bepul qilib, nima qilib, mana shunday ishlarni qilib, bizdek kasallarga, nimalarga e'tibor berilgan prezidentimizga avval boshlab rahmat deyman. Endi yaxshi jigar holatiga qaytib yaxshi bo'lgan. Operatsiyaga davlat tomonidan imtiyoz berilgan. Order qilingan. Shu operatsiya shu bilan ketgan. Qolgan tekshiruvlardan o'zimiz yonimizdan ketgan. Shu order bo'lmaganda nima qilardim bilmayman endi. Hurmatli prezidentimizga kattadan katta rahmat aytamiz. Tibbiyot tizimiga shunchalik katta rivojlantirishlar, o'sishlar yaratib berayotgani uchun bizda bemorlar uzoq yurtlarga borish sarson bo'lmasligidan shu o'zimiz yurtda hamma shifoyorlar topishayotganidan minnatdorchilik bildiraman. Holatingiz qanaqa? Yaxshimisiz ancha? Xudoga shukr, ancha yaxshiman. Qanaqa holatda bu yerga kelgandingiz? O'timdagi toshim bo'lib, yo'llarga tiqilib, qattiq pul berib, og'riq bilan keldim. Tojikistonda qilishdi, iloji yo'q ekan. Bu yerda maqtab, bu yerga jo'natishdi. Birinchi bo'lib yo'llardagi toshlarni oldilar. Hech nima sezmadim, yaxshi o'tdi. Bugun operatsiya qilishdi. Unda ham hech nima sezmadim. Mana hozirgina chiqib keldim. Tojikistondan kelgansiz? Ha, Tojikistondan kelganman. Yengilgina bo'ldim. Og'riq juda qiynar edi meni. 2 oy bo'ldi. Oshqozonim og'riyapti deb o'yladim men birinchi. Ko'nglim aynib, yeganim hazm bo'lmadi. Keyin doktorga ko'rinsak, oshqozonim yaxshi ekan, shu o't qopimda toshim bor ekan. Bizning lecheniya olib yurgandim. Pul berib qoldi, lecheniya dorilar qo'zg'atib yuborish kerak. 2-3 marta pul bera olgandan oxiri oldirishga qaror qildik. O'zimizda doktorga borsak, o'zi qildi, yo'llargacha o'tib ketgan ekan. Bizda buncha yaxshi emas. Toshkentga boring dedi. Bu yerda manzilni berishdi. Bu yerga kelib qildirdik. Hozir og'riqlar yo'q. Yo'q, og'riqlar yo'q. Bugun biz ko'rdikki, zamonaviy xirurgiya nafaqat murakkab kasalliklarni davolashda, balki bemorlarning hayot sifatini yaxshilashda ham muhim o'rin kasb etadi. Shifokorlarning ta'kidlashicha, vaqtida mutaxassis ko'rikida bo'lish va profilaktik ko'riklardan o'tib turish murakkab operatsiyalarning oldini olishga xizmat qiladi. Sog'ligingizga e'tiborli bo'ling. Unutmang, sog'ligingiz eng katta boyligingiz. Xayr, salomat bo'ling.